يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar, biz ulug' Ramazon kelish oldi turibmiz. Bu Ramazon nihoyat ulug' bo'lgan ekan. Bu Ramazonning har bir soatlarini, minutlarini, daqiqalarini Alloh eng yaxshi ko'radigan toat ibodatlar bilan o'tkazishimiz kerak. Hamda Allah en yaxshi ko'radigan taat ibodatlardan tahajjud namozi, ya'ni kech o'qiladigan nafl namoz. Biz o'zimizni bir yaxshi musulmon deydi ekanmiz, cho'qim tahajjud namozi o'qishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda alaykum biqiyamil layl fa innahu da'bus solihin deydi. Sizlar tahajjud namozini o'zingizga lozim tutinglar, chunki tahajjud namozini o'qish solih musulmonlarning ishidir deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Har bir musulmonning eng buyuk orzusi Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish. Biz nima uchun toat ibodat qilamiz? Nima uchun Alloh rizoligini izlaymiz? Allohga yaqinlashish uchun. Endi mush tahajjud namoz o'qisak, Alloh bizga yaqinlashadi qarindoshlar. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aqraba ma yakunu robbu minal abd fi salatil layl deydi. Allohning bandaga eng yaqinlashigan vaqti shu bandaning tahajjud namoz o'qigan vaqti deydi. Fa inistata'ta deydi Rasululloh. Agar sen shu vaqtlarda, ya'ni shu kechalarda Allohni zikr qilgan kishilarning qatoridan bo'la olsang, bo'l deydi qarindoshlar. Demak, mana biz qiyomul layl qanchaqda Alloh eng yaqin insonlardan bo'lamiz. Endi bu tahajjud namozi mush farz namozdan qolsa Alloh eng yaxshi ko'radigan namoz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda afdalus salati ba'dal farida salatul layl degan. Farz namozdan keyin qilib qolsa eng afzal namoz mushu tahajjud namozi deb. Endi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda insonlarga eng yaxshi yo'lni, eng to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Savoblarningki qanday qilib eng katta savob qilishni ko'rsatdi. Bir hadisda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Men sizlarni mush yaxshilikning, ya'ni savobning, ibodatning yo'g'on darvozalariga boshlab qo'yaymi?" degan keyin, "Ya Rasululloh, shunda qilsizlar" debdi. Rasululloh nim dedi: "As-sawmu junna" dedi. Ramazon qalqon dedi. Ya'ni ro'za tutish shuni do'zaxdan saqlaydigan qalqon dedi. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar dedi. Sadaqat qilish xuddi suv o'tni o'chirganda gunohlarni o'chirdi. Kech o'qilgan va salatur rajul fi jawfil layl dedi. Ya'ni shu yo'g'on darvoza, yaxshilan yo'g'on darvozalardan biri kechis o'qilgan tahajjud namozi deb bo'lib Rasululloh degan tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya'ni mu'minlar shundoq bir kishilarki ularning kechalari, biqinlari yotqandan yiroq bo'ldi. Ya'ni yotqanni tashlab kechalari namoz o'qiydigan odamlar deb bo'lib shu oyatdan keyin nima dedi bilamsizlar? La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun dedi. Yana mush kechalari namoz o'qilgan kishilar uchun oshlarni xo'shal qilgan nurg'un mukofotlarni Alloh ushurib qo'ydi. Buni hech kim bilmaydi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kechasi tahajjud namoz o'qiganlarga o'zi alohida bir mukofotni ushurib qo'ydi. Bu Alloh hech kim bilmaydi, hech kim bilmaydi dedi. Qiyomat kunsi tahajjud namoz o'qiganlar ajoyib bir xo'shallik erishadi qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jannatda bir uy bor
Bu öy şundaq öyki içide turup teşini kögüldigan, teşi tuğalla içini kögüldigan, yani şundaq bir katta saray depdi. Bir adam ya Rasulullah bu kim üçün dese, keçisi namaz oqallar üçün degan qarindoshlar. Hamda bu keçisi tahajjud o'qigan odamda mush dunyoda ikki ne'mat tepiladi qarindoshlar. Biri tahajjud o'qigan odamning yuzida bir xil nur bo'ladi qarindoshlar. Bu nurni men oqliqni demadim, yuzi qor bo'lsa-mu bir nur bo'ladi. Shuning uchun Ibn Sirin rahmatullohi alaydan mushu har qanday odam qarasa, bu odam asli qora odam. Har qanday odam qarasa, chiroyidan chiqqan nurga ya Alloh deb aytadi deydi. Shuning bu sang bu ish nereden keldi bu fazilat desa, kech o'qigan namozdan degan. Sabit ibn Nabati degan zot ikkinchi ne'mat bo'lsa, Sabit ibn Nabati degan zot shunday edi, bu zot 50 yil kech namozini tashlamagan zot edi. Tahajjudni tashlamagan zot edi. Dunyoda mush tahajjud namozdan tatliq bir narsa mavjud emas deyotgan qarindoshlar. Qasam qilib turgan, valloh deb Alloh bilan qasamki, bu dunyoda tahajjud namozdan tatliq bir narsa mavjud emas degan. Shuning uchun men gapni jiqqamay, buning ajr savoblari bak ulug' qarindoshlar. Chiroyimizda, qalbimizda iymonning nuri paydo bo'ldi. Mush dunyoda bo'ldi. Ikkinchisi buning lazzati va har bir qarindishimiz mush Ramazonda sinab o'z amili ko'rib beqishni men tavsiya qilaman. Bir kun sira Oysha onamizning qishig'a bir odam kelib, "Ey Oysha ona, Rasulullohning sizni hayron qildigan ishdan birini deb bering" debdi. "Ey Rasulullohning qaysi bir ish odamni hayron qildirmaydi? Men sana bir ishni deb beray." Bir kun Rasulullohning uyim kirib yotganda yotdi. Terimiz Rasulullohning badanimga tegishdi. Shom Rasululloh dedi, "Ey Oysha, agar ruxsat qilsangiz, men bir Allohga ibodat qilishni yaxshi ko'raman" debdi. "Ya Rasululloh, men seni yaxshi ko'raman. Sening mening yenimni bilishni yaxshi ko'raman. Lekin uningdan bak seni yaxshi ko'rganishni men yaxshi ko'raman, qop ibodat qil" dedim. Rasululloh shu kech namoz o'qib, yig'lab, maydinlari, inkemas maydinlari yo'lib ketdi deydi qarindoshlar. Endi Rasululloh shu o'qigancha tong atqichi yig'lab o'qidi. Bilal kelib, "Ya Rasululloh, nim bo'ldi" degancha, "Menga falon oyat nozil bo'ldi. Men yig'lamay kim yig'lasin" degan. Rasululloh mush namozda lazzatlanmasa, bunday qish o'qiy olamdi qarindoshlar. Shuning Rasululloh nim dedi, "Ju'ilas salatu qurratu ayni" dedi. Namoz mening eng xo'shal bo'lgan bir ne'mat men qilindi. Ko'zimning qori chug'dak eng qimmatli, eng xo'shallik debdi. Endi bu qiyomul laylning yana bir muhim bir fazilati, biz insonlar g'aflat yashaymiz. Alloh o'zi bizning g'aflat yashayotganligimizni bayon qilib, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun" dedi. İnsanlarninki nomi amallarini hisob olgan vaqt yaqinlashgan tursa, yana bu insonlar g'aflat holatida yashaydi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo nurg'un odamlarning g'aflat yashaydiganligini bu oyatda bekitgan. Lekin qiyomul layl o'qigan odam bo'lsa, mana bu g'aflat, Alloh g'aflatlik odamlar degan qatoridan chiqib ketadi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin" deydi. Bir odam kechasi o'rnidan turib 10 oyat o'qib tahajjud namoz o'qisa, bu odam g'aflat yashgan, ya'ni g'ofillarning qatoridan yozilmaydi deydi. Oxirsida men har bir musulmonni bu hadis bilan diqqatni qo'zg'amoqchi. U bo'lsa-mu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Har kechasi kechining 3dan 1 qolganda Alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga tushib, "Hey, menga duo qildigan kim bor, duo qilib olsin, ijobat qilaman" deydi. "Mendan tilaydigan hojati vola hojatini so'rasin, berib o'tay.
Gunoyi vala gunoyini tilsin mag'firat qilib o'tay deb har kechasi shunday qildi deydi. Hey Alloh har birimizni chaqiryotdi. Hey duo qilib ola, duoingni ijobat qilay. Hey gunoyingni tilib ola, men gunoyingni bir kechirib o'tay. Hojiting digina ijobat qilib o'tay deydi. Allohga hojati va Allohga ehtiyoji va Allohdan gunoyini kechirishni tilaydiganlar, Allohdan duoyi ijobat bo'lishini tilaydiganlar, orzu qildiganlar bo'lsa, dal mush tahajjud namozida qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala bu gapni anlab 2 rakat tahajjud namozi o'qiydigan kishilarning qatoridan qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.